Jeni ağrıgan orunduq. Aq köңlük bilen keng qo'saqliq abadiy ayrılmaz qo'shmoqla. Jeni ağrıgan orunduq ihsas qila olgan bala boshqalarni tushunish va kuyunishni texmi obdan bilir. Birər qiyinchilik uchirganda o'zining bahonasi va manfaatini haq deb turib olmaydi. Bundaq tafakkurga odatlangan bolalar ko'ngli xushal o'tadi, ham umr bo'yi ziyon topmaydi. Bundaq ahvolni hamisha ko'rib turamiz. Oynayotgan yoki ketayotgan bolalar birər narsaga ehtiyotsizlikdan so'qilib ketadi-da, og'riq chidamay yig'lig'il turadi. Bundaq chaqda ba'zilari bolalarni ba'zlash uchun uni qo'llag'ash, bolani yig'latgan osh chatoq narsani qasdan urib bolasining uchun elib beradi. Andan balaga "Bo'ldi, yig'lamang balam, uni toza urdim. Endi sizga hargiz chaqilmaydi" deb bolaning ko'nglini yasaydi. Buning bilan bola tasalli tepib yig'idan to'xtaydi. Cho'nglarning ko'ngli tindi. Halbuki bu bolalarga qisasxo'rlikni o'rgatadigan yomon odat. Chunki u bolalarni uchirgan pishganlikni boshqalardan ko'radigan, ichtar qisasxo'r qilib qo'yishdek salbiyliklari bilan bolalarning psixik sog'lomligiga nuqson yetkazdi. Ehtimol ba'zilar bolaga odam urishni o'rgatmadim, faqat balam putlashib ketgan shirani urib qo'ydim. Ya shiraning jini og'rimasa, buning nari yomon deb o'ylash mumkin. Amaliyot bolalarga nisbatan aytganda kulli mavjudotning hammasi o'xshash. Jumladan o't-cho'plarmi odamlarga o'xshash gap anglay oladi. Shira o'rindiqlarmi odamiy xulq mijozga tashna bo'ladi. Shunga qiz bolaning qo'nchiqqa bergan mehri uning qarinchiga bergan kuyimidan qilishmaydi. Bolalarning qalbi go'yo oq qog'ozda kirsiz bo'lg'achqa, ularga nisbatan dunyodagi har qanday ish yangilik tuyuldi. Har qanday atmish hayotni bilish va o'rganish fursati hisoblanadi. Fransuz mutafakkiri Rousseau mashhur didaktik asri Emil Dam odamning axloq qiyofatini shakllanish jarayoni haqida to'xtalib, odamning eng burun, ya'ni ma'sum va pok chog'larda qabul qilgan tuyg'ulari uning umriga abadiy o'chmas ta'sir ko'rsatadi degan ekan. Bolalarga nisbatan aytganda ushchoq turmush detallarining hammasi muhim tarbiya ahamiyati bo'lgan ishlardan sanaladi. Turmushdagi har qanday ish bolalarning yaxshi yoki yomon odatni yetaldirishiga sababchi bo'lganligi uchun ularga hargizmi sal qarag'il bo'lmaydi. Shunga ota-onalar bu jihatda intayin sazgur va astoydil bo'lib, har kuni yo'liqib turadigan shu ishlarni bolada esil mijoz xulqni yetildiradigan zarur omilga aylantirish lozim. Bolalar hamishdagidek putlashib yoki biror narsaga so'qilib, u yer bu yerlarni og'ritib oldi. Qizim shunday edi. Biz odatda bolaning bexatarligiga nihoyat diqqat qilish bilan birga navoda uningda shunday ushshaq ishlar bo'lib qolsa, ziyoda ajablanib voysab ketmay, imkoniyating barcha yetish bo'lmaganday xushal kayfiyatda turib, bolani u kelishmaslikni anchagina ish, hatto qiziqarli o'yin deb tushunishga yetaklaydi. Chunki undaq chog'larda cho'nglar hadisa aloqsizlik bo'lib bo'g'il tursa, bola ko'ngli tasalli topmayli qolmasdan aksicha qo'rqib ketadi. Shundaqla undaq kelishmaslik bolaning biror yerini og'ritib qo'yish bilan birga yuragiga vahim solib qo'ydi. Shunga ota-onalar undaq chog'da bolaga qarshi taraf, ya'ni bolaning biror yerini og'ritib qo'ygan narsaga keng qo'saqlik bilan muomala qilish kerak. Masalan, o'rindiq qizining biror yerini og'ritib qo'ygan bo'lsa, hamon hapla berib o'rindiqni urmayman. Aksicha bolaning og'rib ketgan yeriga suyib turib, "Xafa bo'lmang qizim, hozirla saqayib qoldi, hargiz yig'lamang" deb tasalli beraman. Bolaning ko'ngli sal-pal urg'un tushgandan keyin qizimni putlayotgan o'rindiqni qo'limga olib, uni xuddi bolaga gap qilgandagidek mehrim bilan "Bo'ldi, sanmi xafa bo'lmajimi? Hozirla saqayib ketasan" deb silab qo'yman. Bunda qilganda qizimni putlashtirayotgan o'rindiqni bolaning nazarida qandoqdir ishtirgan chatoqcha emas, balki dard alamini tang tortadigan do'stga aylantirib, bolalarda bu pishganlikni ishkimiz tang teradiq, shunga boshqalarning bir-birimizning holimizga yetishimiz kerak degan ongni shakllantirib bo'ldi. Shunga yuqoridagi ahvol yuz berganda berib jini og'rigan o'rindiqni silab qo'ysam, qizimning ko'ngli tasalli topib yig'idan darhol to'xtaydi. Bir kuni qizimni sirtqa o'ynatqilib chiqdim. U yugurib ketib tuyuqsiz putlashib yiqilib tushdi. Uning ilqini surilib ketgachga bilinmas qon tepchib turadi. Buni ko'rib qizim yo'ngrab yig'lab ketdi. Men yugurib berib uning ilqini qo'limga olib turib so'ydim. Yeshini surtdim. Buning bilan qizim yig'idan to'xtadi. Men qizimning qo'lidan yetlab, mingish tamshilib edim. U tuyuqsiz ingishib turib o'zini yiqitib etgan yerni
O'zi yiqilib tushgan yerni olqini bilan siladi va "Sen yig'lamajimi? Hozirla saqayib qoladi" dedi. Qizim bilan do'stlar birga o'ynayotgan qo'ychoqni talashib qolgan chog'larda biz bolani yo u qo'ychoqni boshqa o'tmishga yo uni tatib olishga da'vat qilmay, aksiya darhol o'yinchoqdan yana birini tepib, bolalarning diqqatini boshqa yoqqa buraymiz. Buningdan maqsad bolalarga qo'ychoqdan boshqa obdan o'yinchoqning borligini bildirish yoki bolalarni birga o'ynashga yetaklab, ularga hamkorlikdan shodlik topib bo'lganligini his qildirish. Misolan, men bir qo'ychoqni talashib qolgan bolalarni gohida mundaq gaplar bilan yetaklayman. Qo'ychoqning chechi besh salvorib ketibdi. Shun hammamiz uni qo'lga yasandirib qo'yaylik bo'lamdi. Ha xon, sizchu qo'ychoqning chechini tarang. Ay, siz mav qog'ozda qo'ychoqning yuzini pak surtding. Qizim, sizchu kichik kepineklintini qo'ychoqqa taqab qo'ying. Pa, uchunglar bu umaq qo'ychoqni bakmi chiroyli yasab etdinglarmi? Ata-onalar bolalarni hamisha mushunday yetaklash bilan birga, ularga har doim do'stona muomala qilib, har qanday ishda bolaning ko'nglini imkoniyatining boricha muloyimlik bilan tushunganda, bolami bundoq qarab, bolami shuningga qarab boshqalarni tushunishni, mehr-shafqatni va boshqalar bilan ap etishni bo'lib yo'l qo'yishni o'rgandi. Qizim kichigidan tartiblar takallubchan bo'lg'achqa har qatim do'stlar bilan talashib qolganda, u keng qo'saqlik bilan yo'l qo'yadi. Bu hargizmi uning ojizligi sifajidan voz kechganlik emas, balki zamonga beqishni biladigan bolaning keng qo'saqligidan xolos. Qizim do'stlar bilan birga o'ynaganda hargizmi qaytishib qolmaydi. Aksicha har qanday nizoni bir amallarni qilib pasaytadi. Bir qatam qizim yaslida do'stlar bilan uchrat turib sirg'osh o'ynayotdi. Uchratning oldida turgan bir bolani bir necha qatam hammasining oldida silib tushgandan keyin yugurib birib bosh paliga chiqib olib, yana birinchi bo'lib silib tushdi. Har qatim birinchi bo'layotgan bu bola boshlarning ko'z qizargan bo'lsa kerak, birinchi bo'lib sirilishni hadab talash qildi. Uchratning oqsida turgan bolalar sirg'ochning yeni bilan udul tarafga yugurib, birib bosh paliga o'tishga urinib boqadi. Ammo birinchi bo'lib sirilish fursatiga erishish uncha oson emas edi. Shuning bilan bolalar bir-birini mo'rdishib vaqirash qildirdi. Hatto cho'chqa xo'rozlardek qizirishib ketib. Qizim boshlarga o'xshashla birinchi bo'lib sirilib tushishga taqozo bo'layotdi. Ammo u birinchilikni qo'l keltirish uchun vaqirab chaqiradigan yoki boshqalarni ittirib etib oldiga o'tib oladigan bolalardan emas edi. Shunga u bir qatimliq uchratni qurbon qilish badaliga sirg'ochning yanida uchrat saqlab turdi. Buning bilan sirilib tushgan bolalarmi udil berib qizining kayniga tizildi. Qisqasi qizining boshqa bolalardek jinning baricha talashmay bir qatimliq uchratdan voz kechishi uni bir qatim boshqa hammaning oldida sirilib verish fursatiga yiqildi. Qizim nurg'un jihatlarda boshqalarning ko'nglini shundoq oq ko'ngil bilan tushunadi. Kichigidan tartiblar har qanday narsaga mehribonlik bilan do'stona muomala qiladi. Shunga hatto qo'nchiqini o'ynashib, urib qo'ysaqmi yuriga yetishadi. U boshlang'ich maktabga kirgandan keyin saboqdoshlari bilan nihoyat inoq o'tdi. Shunga har yili to'liq ovoz bilan 3 yaxshi baholanib turadi. U 7 yoshga kirgan yili akamning 4 yoshli o'g'li biznikiga bir necha kun turdi. Qizim bu inisi bilan nihoyat ijil o'tdi. Uning bilan biror qatim qaytishib qolmadi. Bir qatim qizim ishkimiz to'rt og'il bozog'il chiqdik. Ammo qizim bilan inisi amroq to'rtdan faqat 2 parcha qoldi. Men qizimdan so'rab boqdim. Bolam, to'rt bek osgan, shuni bu qatim siz yemay turing. Buni ukungiz bilan momingizga beraylik, bo'lamdi? Qizim bunga darhol ma'qul bo'ldi. Chunki u nafsi taqildab ketayotgan bo'lsa-mu, ukisining kichik, momisining yashnab qolganligini o'ylab to'rt yeyishdan voz kechgan edi. Uyga qaytib borgandan keyin qizim to'rtni o'zi yemay ukisi bilan momisiga berdi. Momis qizimning oq ko'ngilligidan bekmi ta'sirlanib ketdi. Qizim to'liqsiz o'tirg'a chiqqanda yotoqliqqa o'tirib maktabga bordi. Maktab har kuni bolalarga bir taldan meva taqib beradi. Qizim bir qatim dam olish uyga borganda ma'mundaqda. Bir qatim dam olish kuni uyga borganda ma'mundaq deb berdi. Men mevaning nacharoq tegib qolgan dastlab chaqlarda buning qo'zqum ko'pga edi. Keyin o'ylab boqsam, osh nachar mevani menga chiqmasa cho'qim boshqa birisi chiqadi ekan. Ish qilib osh nachar mevani saboqdoshlardan birimiz yeydi ekanmiz. Shundan keyin mevaning yaxshisi degamdi, nachar degamdi, parvo qilmaydigan bo'ldim. Qizim mush gaplarni deganda aran 10 yosh dedi. Qizimning bo'yidan biz tog'dek minatda bo'ldik.
Ah ko'ngillik bilan keng qo'saqliq abadiy ayrilmas qo'shmoqlar. Jeni og'rigan, o'rindiqqa istash qiladigan bola boshqalarni tushunish va ko'yinishni texim obdan biladi. Birər qiyinchilik uchirganda o'zining bahonasi va manfaatini haqdab turib olmaydi. Bundaq təfəkkürgə adətləngan balalarning ko'ngli xo'shal o'tadi ham umr bo'yi ziyon tortmaydi. Qizim amaliyotda boshqalarni bir qarashda ichak turaydigan bolalardan emas edi. U boshqalarga adab bilan salom qilishni hargiz unutmasimi, ammo ortiq takalluf so'zlarni qilmaydi. Boshqalarni ram qiladigan yasalma, yog'ma so'zlarni texim uqmaydi. Boshqalar bilan didalashganda amal va ustunlikni egallashni xayoliga keltirmaydi. Shunga qizimni tunji qatim ko'rganlar undan sal-pal yiqib o'zini erkin tutamaydi. Hatto uni yiqimsiz, so'rintiratgan deb qoladi. Ammo qizim bilan ko'proq asralashib ko'rganlar uning ham samimiy, oq ko'ngil kelganini bayqaydi. Qizim qurdoshlari bilan bo'lgan odamgarchilikda nihoyat yaxshi bo'lg'achqa, to'liq o'rta sinfdan shahar darajaga 3 yaxshi o'quvchilarni ko'rsatishda maktab bo'yicha to'liq ovoz bilan nomzodlar qatoriga kirdi. Hatto o'sha chog'da qizimning savodoshlari uni uqtirmay, saylovchilar orasida uni yaxshi tarafini qilib bergan ekan. Qizim boshqalar bilan ijil inoq o'tishdan mahorati bor deyilsa, undaqda u mahorat dil uning boshqalarga bezaksiz va tabiiy yuzlanganligida. Qizim tiliq o'tirdi o'qigan sinf maktabdagi tajriba sinf bo'lg'achqa, bolalarning hammasi maktabdagi a'lochilar edi. Shunga sinfdagilar degudek imtihon maydonidagi kuchli raqiblardan deyishga bo'ladi. Oliy maktab imtihoniga tayyorlik qilayotgan oldingi 2 oyda qizim takror qilgach, yodlash tegishli ingliz xam so'zlarni atayin ratlab chiqdi. U bu xam so'zlarni oliy maktab imtihoniga tayyorlik qilayotgan savodoshlarining foydalanish uchun kompyuterda tizib, ondan sirtdagi do'konda ko'paytib nusxalatkizdi va har bir yurishni birdan qog'oz xaltaga solib savodoshlariga taqib berdi. Bu gerçi odatdagi bir ish bo'lsa-mu, bundan qizimning samimiy va xosligini ko'rib olib bo'ladi. Faylasuf film mundaq qaraydi. Shaxsiyatchilik bilan yeganlik mandash uqumlardan. Ammo odam o'z nishonini tashqi dunyodan mustanim ravishda ishga oshirishi mumkin emas. Chunki odam boshqalar bilan bir niyat, bir maqsadda ichqo'yin tashqo'yin bo'lganda ondan mamnuniyat va baxt topa oladi. Boshqalarga xolislik yetkazish qandaqdir shaxsiyatdan halqagan narsa emas. Balki aşu şəxsiyyət içində bəxlinib, yürekdən balqıb çıxan tuyğu. Başqalar adamiliki xas, şundaqla adamiliki xas güç-qüvvət. Adam aşu qudretinin türtkisində özünü taşqı dünya bilan çemberçəs bağlab, özünün içki dünyasını taşqı dünyaya maslaşdıra alaydı. Başqalarının özünə oxşaş köprək nəzərə ala alaydıgan, başqalarının özünə oxşaş köprək nəzərə ala alan kişi yaxşılardandır. deydi lazerlik matbaaning ixtirochisi Wang Xuan efendi. Menimcha ota-onasining bolaga odamiylik xususida o'rgatganlari dal yaxshi odam bo'lishdan nari ketmas kerak. O'zini yosh o'smirlarning ideviy sog'lomlik tarbiyasiga bag'ishlagan doktor Li Kaifu ta'kidlab mundoq deydi. Idrokdoshlik kishilik munosabatda boshqalarning xuyi va o'yini nazarga elib, ularning maydoni va tuyg'usini tushunib, masalani boshqalarning nuqtasidan analiz qilib yechadigan iqtidordir. Bu gap amerikalik pedagog Devining histoshlik haqidagi bayonlarga o'xshab qoladi. Devi mundaq qaraydi. Esil axloq fazilatdan bo'lmish histoshlik qandoqdir bir xil tuyg'ular emas, balki insoniyatga o'rtaq ishlarga ko'ngil bo'lib, massasiz chechilang'uliqqa barham berish xususiyatidagi tuyungan tasavvur. Demak, bir odam histoshlik va idrokdoshlikni o'z xarakterining bir qismiga aylantirganda, u boshqalarga manmadonlik, takabburlik va o'chmanlikdan xoli holda oqilonlik, oq ko'ngillik va keng qo'zg'oqlik bilan yuzlanadi. Tarbiya demek xislat yetildirish demektir. Şuna balaga jini ağırgan o'rindiq hisob qilishni o'rgatishni mahorat masalasi degandan ko'ra, ma'rif ilmi va falsafaga yetadigan masala degan tuzuk.
Cümdün ata-analar söz erkdigi mücessemlengen qimmat qarashning boshdan oyoq mos va birdek bo'lishiga alohida diqqat qilish lozim. Chunki bosh oyog'i birdekli narsalar bolaning vujudiga bilindirmay singib kirib, uning yuragida bixilnib, bolaning söz harakatdagi xislatiga aylandi. Ba'zilar bolasi ehtiyotsizlikdan bir narsaga putilishib yiqilib tushgan chog'larda nihoyatda mehribonlik bilan jeni og'rigan o'rindiqqa yastashlik qilish usulini qo'llanadi-yu, ammo bola uydagi qimmatli lo'nqini bayqay olmay chaqib qolsa, uning xuddi qora yomg'irdak chechildi. Ba'zilar hamisha bolasiga boshqalarni tushunish haqida tarbiya qildi-yu, ammo bolaning gapi o'zining bilan bir yerga chiqmay qolgan vaqtida bolaning bu chog'dagi tuyg'usini cho'nqur tushunib boqmay, uni yog'och quloq deb ayblab, o'zining gibi kirishga majburlaydi. Bolaga berayotgan tarbiyada birdeklikni saqlay olmagan bundaq ota-onalarni boshqalarning holiga yetishni bilmaydigan, ishtar, ta'alluqotini boladan aziz ko'radigan, qimmat qarashning tutam yo'q odamlar deb ta'riflashga bo'ladi. Chunki undaq odamlarning bolasi oldida aynan ishqirlangan xuy bolaga qattiq ta'sir ko'rsatib, bolaning yetilayotgan qimmat qarashi qolishib, boladagi xislatning mukammalligiga nuqson yetadi. Ko'zidan o'chmalik yig'ib turadigan, xaplagan va hadislar boshlarni chaqadigan chayon mijozli bolalarni ko'rganman. Bir ayol bo'ldigan. U bolasining urushqoqligidan vaysab bolasiga odam urg'uchi bo'lma deb tarbiya qilgach, bolasini adablab qo'yish uchun uni zarda bilan shiraga ustiratdi. Ammo bu ayol bolasidan tayoq yegan bolalarni uchirib qolgan chog'larda nimishqidir og'zini ochdilar. Xap, bu chapankashdan tozalab bamsam deb qo'ygan bilan ko'ngli bir yerda bolasini bekrak tizginlashni ancha xohlab ketmaydi. Odatda uyda bolaga dadasini urg'izib o'ynaydi. U bola yaslida boshqa bolalar bilan zal chiqishamaydi. Hadisli boshqa bolalarni urib oladi. Shunga boshqa ota-onalar bilan tarbiyachilar undan zorlaydi. Bu bola boshqa bolalar bilan o'ynashga intilsa-mu, ammo o'yinida boshqalar menga chiqilib qo'yamikin deydigan vahim bo'lg'achqa, o'zini qo'g'dash ideyasi ziyoda kuchli bo'lgan edi. Ammo uning uyini hamisha chuchuk xo'rozlardek urush bilan oyoqlashadi. Shu vajdan boshqa bolalar uni arg'anmaydi. Hamisha bu bolaning ham g'ariblik, ham o'chmanlik yig'ib turgan ko'zlariga qaraganimda uning kelgusidan andish qilardim. Cho'ng bo'lmagan cho'nglarni ko'rganman. Undaq odamlar odatda nihoyatda o'zamchil keladi. Har qanday ishda mening rost deb turib oldi. O'z ishi bilan o'z ishi va o'zining ko'nglini hammadan a'lo bildi-yu, boshqalarning ishi va tuyg'usini parvoga qilib qo'ymaydi. O'zining o'ylaganini dunyodagi zakonlarning eng to'g'risi deb qaraydi. Mayli kundalik xizmatda yoki turmushda bo'lsin, hadislar shaxsiyatchilik va nafsoniyatchilik qiladi. Bundaq odamlar boshqalarningla emas, o'zingmi ko'nglini g'ash qiladi. Muhimi, ular o'z manfaatini qo'g'dab qilishga hapla-shapla etilganda, kishilik hayotning ularga atagan haqiqiy ne'mati ulardan allaqachon yiroqlab ketgan bo'ldi. Aqko'ngil kishilar dunyoda dishvorchilikqa eng uchraydigan, shundaqla oson baxt topadiganlardir. Rayish bolalar cho'ng bo'lgandan keyin ish harakatdagi bemalolligi va didora muloqotdagi moslashuvchanligi bilan texim nurg'un himmat va fursatlarga erishadi. Tafakkur usulida janog'irgan o'rindiq istash qiladigan bola turmushda boshqalarni tushundi, ayaydi, hurmat qiladi. O'zimi ashundaq izgullikka bemalol nail bo'la oladi.